Nimadan qo'rqyapsiz? Faqat oldinga bosish kerak, tamom. Imorat qurmoqchisiz, lekin birinchi ta'sir nimada bo'ladi? Yon atrofdagi omillarimiz bo'ladi. Oshna og'aynilaringiz, qarindoshlaringiz, boringki o'sha eng yaqin jigarlaringizdan voy undoq qilish kerak, bundoq qilish kerak deb pul ketadi, sarf xarajat deydi. Mana buni hammasini qo'rquvni yengishi bitta sababi imoratni sizlar qurmoqchimisizlar, sizlar cho'nchigilardagi pulga qurmoqchimisizlar? Faqat professional jamoaga ishongan holda o'zingizlar quringlar. Oddiy misol aytaman. Mana hozir imorat qurayotganimizda bizada Do'rmondagi imoratda katlamandan suv chiqib ketgan. Bu problema. Problemani biz hal qilamiz. Bu uy egasini muammosi emas. Ikkinchidan qo'shni bilan muammo bo'lyapti, unga ham aralashishga to'g'ri kelyapti. Lekin mana shu jarayonlar hammasi sekin-sekin toma-toma ko'l bo'lavergandan keyin odamlarning hafsalasi pir bo'lib ketyapti imorat qurishdan. O'shaning uchun men sizlarga nima maslahat beraman? Yaxshi loyihachini olasizlar, yaxshi prorabni, yaxshi quruvchilarni yollaysizlar-da, aytgan pulini berasizlar. Loyihaga asoslangan imoratni qo'rqmasdan qurishni boshlash kerak. Hech kimdan umuman maslahat olmanglar. Oxirida kelib chiroyli imoratingizda yaxshi mehmon bo'lib ketsin, bo'ldi. Qurilishda bo'ladigan hamma sharoitlarni, hamma muammolarni faqat o'zingizlar hal qilishingiz kerak. Chunki begona odam sizlarni qurilishingizga bir so'm pul bermaydi. Yashaydigan ham sizlar. Men professional quruvchiman, men Said Kozimman. Salomat bo'linglar.